Assalomu alaykum. Anglayotganlar Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyoti 2008-yil 4-oyda ikkinchi qatim nashr qilgan biografiyalik roman Qaynam o'rkishi. Avtori Abdulla Talib. 17-bob. Sinoqda qoldirilgan muhabbat. 1. Qosh daryosi bo'yida qo'zg'algan inqilob xabarini yetkazib, maxfiy xat akelgan savdogar sifat kishi Ayniddin edi. Lutfulla maxfiyatlikni saqlash uchun uni tunugundan boshlab Kaptar degan nom bilan ataydigan bo'ldi. Akşam Koni shahardan yarim kechada qaytib chiqqandan keyin Munirdin, Ayniddin va Lutfulla uchaylan birlikda yangi vaziyat ustida xoli so'zlashib tong atqizibdi. Әтсі таки күн chiqquchilikmi ularning kepi tugimidi. "Men bu yerda uzun tura olmayman", dedi Ayniddin. "Bugun tushda Qashqarga yurib ketishim kerak", dedi oxirida. "Bo'ladi, sen o'z burchingni ado qilaver, lekin avval nashta qilib ol, ondan satrashxonada chechingni oldirib ol. Biz shu yerda xo'shishib qolaylik." Lutfullaning so'zi tugab turishiga Yodikorning qizi Dilbar hujraga yig'lamsirab kirib, "Lutfulla aka, anamning kesili ig'irlashib ketyapti. Sizni qichqirib kelgan deb meni avatdi", dedi. "Bo'ladi singlim, men hiliroq boray." Dilbar hujradan chiqib ketdi. Orqadan Lutfulla mehmonlarni boshlab Salaxunning oshxonasiga opirib nashta qildirdi. Uchaylan qursoq to'qlab olgandan keyin shimoliy darvozadan o'tib shahar ichiga qarab mangdida udul berib Maqsud Axunning satirxonasiga kirdi. Aksu bo'yicha madaniy satirxona deb nom olgan bu do'kon shaharning sharqiga qarab so'zilgan T shaklli ko'cha eg'iziga joylashgan edi. Satirxona egasi Maqsud usta kichik pil ham sozanda kishi edi. U o'ttiri bo'y, oq chiroy, simizrak, bir oz chiqir ko'z, kak soqol, beliga kashta yog'liq bog'lab, beshiga qora duxoviga ushshaq gul chekilgan do'ppa kiyib yuradigan 58 yoshlardagi xushxo'y odam edi. Maqsud aka turmush yo'li izlab 2 qatim Muzdavondan o'tib G'o'ljiga borgan va G'o'lji shahar ichida uzun yil satrashlik kasbi bilan mashg'ul bo'lgan. U yengila G'o'ljidan Aqsuga qaytib kelib, mushu do'konni ochgan edi. Uning 2 o'g'limi sozanda ham hunarvan bo'lib, Maqsud akaga yordamlashib do'konda hunar qiladi. Bu do'kon ichi teshining pokiz oqartilib qo'yilgani uchun emas, do'konning ichi har xil chalg'u asboblari va turli kitoblar bilan to'lib turgani uchun madaniy satirxona deyiladi. Do'kon bir eg'izlik keng uy bo'lib, derisi bozor ko'chasiga qaraqliq edi. Do'konning shimoliy timiga cho'ng 2 aynak esilgan, uning tagida hunar jabduqlari tiziqliq uzun kantir qo'yilgan, bosh tushirish uchun kantirga yaqin 3 ustal turg'izilgan edi. Do'konning eshigi yenida samovar qaynab turadi. Ustab qolgan xaridorlar choy ichib o'tiradi. Do'konning janubida kan supasi bo'lib, supaga kigiz palas silingan, o'ttirga shira qo'yilgan edi. Do'konning sharq temiga kitob javini o'rinda taxtay tizib qo'yilgan bo'lib, uning ustiga Jamiul Hikoyat, Shahnoma, Kalila Damina, Minbir kecha, Chahar Divan, Huvayda, Yusuf Zilayxa, Shah Mashrab, Yusuf Ahmad, Apandi latifalari qatorliq adabiy, tarixiy asarlar ratlik tizib qo'yiladi. Keyingi kunlarda bu do'kon Lutfulla Mutallibning inqilobiy faoliyat markaziga aylandi. İlg'or ziyolilardan Munirdin, Abdulla Rozi, Yusufjon, Mavlanjon qatorliq yoshlar pat-patla kelib turadi. Maqsud aka bilan shoirning birodarchiligi keyingi chog'larda bak yaqin bo'lib ketdi. Maqsud aka xalq naqshlarini bo'libmi Nozugum, Sodir Palvon va Yusuf Ahmad naqshlarini ko'p biladi, ham yaxshi aytadi. "Qani Maqsud aka", deydi shoir uni duttarga taklif qilib. "Yoshlar yig'ilib qoldi. Pig'onimizni to'kaylik." Maqsud aka darhol duttarni qo'liga oladi-da, eng esil naqshlardan boshlab chilishga kirishadi. U duttarni shunchalik ishtiyoqi bilan chaladiki, anglag'uvchilar naqshida kuylangan voqealikning ichiga ixtiyorsiz kiribla ketadi. Ba'zi yoshlarning ko'zidan yosh chiqib ketadi. Uning naqsha aytish va sozchilish mahorati bo'libmi, Lutfulla Mutallibga cho'nqur ta'sir qoldiradi. Tağdan tushgan laysoni suzib ichar barmu, nozuk boshqa kun tushdi ilib ketar barmu.
Nozuk bilek bağlandı, öldürmekке çağlandı. Baqqan ata anamның yürekleri dağlandı. U bir qancha naqshlarni aytib va sazlarni chilib, ondan qisqa hikoya aytib, turmush sarguzashtalarini bayon qiladi. Uning naqshisi va muzikasi kishilarni qandoq jalb qilsa, hikoyasimi shundoq qiziqtiradi. Maqsud akaning naqsha muzika va hikoyalarini anglag'uvchilar ichida shahar ziyolilaridan boshqa yiroq yezilardan kelgan dehqonlarmi ko'p bo'ladi. Ularning ba'zilari do'kondagi uzun qisqa o'rindiqlarda, ba'zilari kigiz palas silingan kang ustida o'ltirishib, naqsha, soz va hikoya tinglab xumardan chiqishadi. Soz naqsha oyoqlashganda kang ustiga qo'yilgan shirani cho'rdab o'ltirishib, kitob ko'rishadi. Dada, sizlar qanday qilib muzikani shunchalar mungluq chilishni, naqshini shu qadar yaxshi aytishni o'rganib oldilar? Bir kuni Lutfulla Maqsud akaning muhabbat ahlining yurak tomirlarini maftun qiluvchi tarannum sadoliq muzikasi bilan mungluq naqshisidan qattiq ta'sirlanib ketib, uningga ana shunday savol qo'ydi. Manga naqshi muzika o'rgatib qo'ygan turmush sarguzashtlari va yurak pig'anlari o'g'lim, dedi Maqsud aka Lutfullaga javoban. Men kichikimda g'urbatchilikni az tortmagan, turmush muhtojligida, kun ilish avarchiligida atam avval meni mushu satirash hunarini o'rganishga berdi. Lekin g'urbatchilikdan, kamsitilishdan qutula olmadim. Maqsud aka bu so'zni isbotlash uchun qo'lga dutlarni ilib, Alisher Navoiyning Munu ruboyisiga chilib naqsha aytdi. G'urbatda g'irib shodiman bo'lmas emish, el anga rafiq mehribon bo'lmas emish. Oltin qapas ichi teshi gul bo'lsa, bulbulga chimandek oshiyan bo'lmas emish. Arqadan u qo'lidagi dutlarini qo'yib qo'ydi-da, yana so'zini davom qildi. Turmush va ruhiy g'urbatchilik oxir yurak pig'onimni oshirvatdi va meni sazga ishtiyoq bog'latqizdi. Keyin men turmush yo'li izlab, chiqqatim muz davom bilan g'uljaga chiqdim. U yerda hunar qilib yurib, ili xalq naqshlarini o'rgandim. Turmush meni nima ko'ylarga solmadi deysan? Talkining davoni bor, ustida tumani bor. Sayram ko'lidek suvning hasrati pig'oni bor. Soz manga mungdash, naqsha manga yo'ldash. Har ikkisi mening dardimni yeniklashtirdi, ruhiy usuzliqimni qondirdi. Ular xo'shishib do'kondan qo'zg'algan chaqda Lutfulla Maqsud akaning kichik o'g'lining talibiga binoan uning xotira daftariga tuvandagi nazmini yozib qo'ydi. Aq dilberim, saq dilberim, taq dilberim, sana aytar so'zlarimga baq dilberim. Men sana yar, sen manga yar, angla dildar. Qilg'aymu sen buni inkar yo'q dilberim. Chaqqan aqqan dilga yaqqan iqin suvdek, biz ko'zlagan nishon siri oq dilberim. Ikkinchi. Xotanlik darvishlarning qo'shiqini anglab, o'g'li Yodikorning ich ko'yigida yurak og'riqi bilan doktorxonada yetayotgan Tojin Saxon onaning kesili kundan kunga og'irlashmoqda edi. Lutfulla kasalning yeniga kirganda Tojin Saxon momayning beshida Gulandam bilan Dilbar ko'ziga yosh ilib qarab turishadi. Ana, Lutfulla yiqimliq ovozi bilan momayning quliqiga pichirildi. Tojin Saxon momay ko'zini ochmay turib, bu tunish yiqimliq ovozdan Lutfulla ekanligini bilib oldi-da, darhol ko'zini ochib, yadab tarshidek bo'lib ketgan o'ng qo'lni so'zib, shoirning bilikini ushlab turib, "Men bo'lolmay ketyapman. Mening bir necha kunlikimla qolgandek turdi bolam", dedi. Momayning tiniqi kesilib, uzib aranla so'zlaydi. Gulandam bilan Dilbar qo'l yog'liqi bilan momayning ko'z yeshini ertib turadi. "Mavo ikki yetim qizimni", dedi momay Lutfullaga illiq va yelingan mehri bilan qarab, "Sana topshirdim. Mening bir Allohdan, bir sendan boshqa panohim yo'q bolam. Sening o'rimchida o'g'lim Yodikorga bergan qon haqqingni, bizga qilgan g'amxo'rligingni Xudo yondirar, qizlarim yondirar." Momayning bu so'zlarini anglab yetim qizlarning ichi o'rtinib ketdi. Ular o'pkidab yig'izlar qilishadi. Momay qizlarining yig'isiga chiday olmay, ko'zini ching yumib olgan edi. Balnisining ichini birdamdala qayg'uluq surib besib oldi. Momayni yo'qlash uchun kelgan Zeynabxon momay, uning o'g'li Yunus ham Osman bilan Li Kayminning yotoqqa kirib kelishi bu kichik yotoq vahimini bir oz bo'lsa-mu yeniklashtirdi.
Tajinsaxon. Zeynepxon Momay o'ng qo'li bilan Tajinsaxon ananing peshanasini silab turib, muloyim ovozda qichqirganda, Tajinsaxon ana yana ko'zini ochib, atrofiga bir qarab yo'qlab kelganlarga rahmat bildirdi. Yo'qlab kelguchilar qo'llaridagi non, samsa va olma qatorliq narsalarni kasal karoti yinidagi kichik o'rindiqning ustiga qo'yib o'ra turishatdi. Hammanglarga rahmat, dedi Momay. Men hozir yomon emas, Xudoyim shifolik berar. Yoshlar ishinglarga beravringlar. Zeynepxon bilan Lutfulla mening yonimda birdam turib, andin qaytsin. Tajinsaxon ananing so'zini anglab, yosh yigitlar uning bilan qo'shishib yandi. Gulendam bilan Dilbarmo okul bo'limiga chiqib ketdi. Anglab turg'in, balam Lutfulla, dedi Tajinsaxon Momay. Zeynepxon achangning qishida bir ishni saming selib qo'yay. Tajinsaxon Momay birdinla tetiklashib qolgandek bo'lib, Lutfullaga sirliq bir yangi hikoyani vasiyat qilib, "Men o'lar chig'imda sinondan hech narsani yo'shirmayman. Hili kirgan 3 yigitning biri ma'vu bizning Zeynepxonning o'g'li Yunus. Qaysi kuni sen uningga tam so'yish beribsan, men uningga Dilbarni berishga va'da qilgan. Birinchidan, bu ishning esonda bo'lsin balam. Ikkinchidan, Tajinsaxon Momay tiniqi yetishmaganlikdan so'zini davomlashtira olmadi. Bir hazardan keyin esiga kelib, "Hiliqi ikkisining biri Osman, biri Letip, her ikisi doktorxonadagi cho'ng qizim Gulandamni qo'g'lishdi, bir-birini kunlashdi. Texi mushu kuzdala bir-biriga pichoq ko'tirishib, bo'g'izlashqili tasdiq qilishibdi. Bu ikki cho'ja xo'razga nasihat qilib qo'y balam", deb jikiladi. Lutfulla bu sirliq hikoyani anglab hang-tang qoldi va Tajinsaxon ana, "Bu sirliq gaplar-ku, men ishning tegi-taktini bilib baqsam qandoq", dedi. "Sen put-qo'ling yerga tegmay, ko'rsamla aldirash yurasan. Aldirmasan so'zlab beray. Aldirash bo'lsang mayli." "Yo'q, so'zlang. Bugun ataysiz bilanla paranlash qil keldim." Lutfulla asta Momayning beshiga kelib o'ltirdi. "Bizning uyimiz joylashgan Langar ko'chasida bir zamonlarda odam qini daryo bo'lib oqqan. Buningdan 15 yil burun qora yo'lg'inda kuchaliqlar bilan Yangzixo'y o'ttirisida so'qish bo'ldi. Yangzixo'y Qashqarga qochadigan chog'da Gulandamning otasi Godayfu degan sandonliq odamni tutib ketdi. Godayfu o'zining 5 yoshli qizi Gulandamni kechasi biznikiga akilib qo'ydi. Keyin anglsak Godayfuni Maralbeshi bilan Kelpin orasidagi Tumshuq va Shaqur degan yerda bo'lgan 40 kunlik jangda Yangzixo'y o'ltirib o'tibdi. Shu chog'dagi Qashqashda yana Letipning otasi Tianjinlik Limazi Qaratal orqali Urumchiga qochadigan bo'lib, o'g'lini bizning uyga yo'shirib qo'ydi. Bizning er kishi Mijit Molla diyonatlik odam bo'lgani uchun bu yetim o'g'il bilan yetim qizni qaznaqda yo'shirib, hech kimga tinmay saqladik. Jan tinchigandan keyin o'g'ilning ismini Letip, qizning ismini Gulandam qilib yo'tkab, o'z bolamizdek tarbiyalab qatoriga qo'shdik. Shingshayning davriga kelganda Limazi yana Aqsuga kelib, kichik tijorat do'koni ichib, uzun qolmay o'lib ketdi. Letipmo, Gulandammo meni ona deb cho'ng bo'ldi. Men tilim kelmagani uchun ularning asli ismini atamayman, deb Momay voqeaning beshidan so'zligida turdi. Ularning asli ismi nima ekan ana? Lutfullaning savoliga Tajinsaxon Momay javob berib bo'lg'icha Zeynepxon acha so'z qistirib, Letipning ismini Likaymin, Gulandamning ismini Gomixua dedi. Qo'shiq silishqa ajabmi oldirab ketdinglar. Koni xamanni so'rishning o'rni yo'q. Bo'ldi, bu gap mushu yerda qolsin, dedi Tajinsaxon e'tiroz bildirib va Zeynepxonga zarda bilan qayib. Tajinsaxon Momayning ra'yiga berib, Lutfulla so'zini agitib, boshqa bir nuqtaga yo'tkimoqchi bo'lib, Tajinsaxona, "Men hammin tushundim. Kelgusidan xotirjam bo'lsizlar", dedi. "Sana ishonganim uchun xotirjam bo'lman balam. Sen Urumchida o'g'lim Yodikorning beshini siylagankansan. Bu yerda mening va yetim qizlarimning beshiga soyibam bo'lib kelyapsan. Bugun alaydan qichqartib kelib, sana ichimdikini to'kib oldim. Endi o'lsam armon yo'q." Lutfulla o'rnidan turib xo'shlashishga tamshalgan edi. Tajinsaxon Momay yana bir ishni esiga keltirdi-da, Lutfullaning qo'liga eslib turib,
Yana bir az o'ltirib bergan bolam, yana bir ish esimga keldi. Uni mu da'vat et, dedi. Lutfulla o'z o'rniga o'ltirib, momayning ko'ziga mehribonlik bilan tikilib qarab turadi. Anglab tur bolam. Gülendan bo'lsa bir qo'lliq tarbiya oldi. Letib bo'lsa ikki qo'lliq cho'ng bo'ldi. Buningda xili farq bor. Bu farq aralashib ketsa bo'lmaydi. Anglsam, mushu farqni yo'qotish uchun yaqinda heliqi Orus doktor Ivan Aleksey Letibni yotqizib, xatnisini qilib qo'yib demish. Nasaraning ustirsi halol bo'lamdi. Odamning xatnisi 20 dan oshganda qilinamdi. Letib mening oldimga kirganda baştalar sünnet qildiratmagan gunoh menda. Lekin Gülendan bu ishqa hushyor. Sen bu gapni mo esingga silib qo'ygan bolam. Buni hargiz esondan chiqarib etma, deb so'zini davom qildi. Tajin Saxan Mo'may yana. Xotirjam bo'ling ana, siz hayot, bejirim turasiz. Hamma ishni ba maslahat qilamiz. Bu qiziq hikoyani anglab, Lutfullaning kulgisi qistab o'zini aranlab esib oldi. Lutfulla Tajin Saxan Mo'may bilan xo'shishib sirtga chiqqanda allaqachon zavol bo'lib qolgan edi. U bir besib, ikki besib gizxona tarafga qayrildi. U do'qmushdan aylanib, texi 100 qadamcha mang'an araliqda yo'lning ikki chetida bir-birini marishib va xiris qilishib o'ltirgan Osman bilan Letib tangla qo'zg'alib Lutfullaning oldiga kelishdi. Shoir ularni boshlab hujrasiga ilib mandi. Ular amdila hujraga kirib turishiga Naburchik Turdi Hüsyin kirib keldi. "Ajab paytida kelding", dedi Lutfulla Turdi Hüsyinga. "Texi paytida kelibdimishman", dedi Turdi Hüsyin qiydigandek qilib. "Men bugun seni 10 qatim izlab kelgandiman. Nalarda yo'rg'ilab yursan? Xapshuk, oz gap qil. Yugur, berib bir jup shahmat tepib kel. Bugun kechacha shahmat o'ynab, mingimizni dam oldirmiz." Lutfullaning so'zini anglab Letib bilan Turdi Hüsyin shahmatga chiqib ketdi. Onungacha Osman tömür meshga o't qalab, choy qaynatishga kirishdi. Ular ikki jup bo'lib, toki nisbiy shavqcha shahmat o'ynashdi. O'yin oxirlashib, Osman bilan Letib qaytish vaqtida Lutfulla ularga: "Men bugun Tajin Saxan Mo'may bilan so'zlashib, ko'p hikoyalarni angladim va nurg'un ishlarni bildim. Har ikki do'stimning qalbi menga tushunishlik. Hozir bizning oldimizda hayot mamotlik siniqi turib o'tibdi. Bu sinoq bizni kurashga jalb qilmoqda. Hech qanday arzu va shaxsiy havas bu kurashning oldiga sepil so'qmasligi kerak. Biz avval kurash siniqida tavlanamiz. Muhabbat siniqi bo'lsa keyin. Men sizlarni mushu so'zimga qoyil bo'ldi deb ishonaman. Biz yana keyin davomli so'zlashib turamiz", deb samimiy murojaat qildi. Lutfullaning ma'nilik so'zlariga Osmanmu, Letibmu ikkilanmasdan o'z qoyilligini bildirishdi. Ular qaytmoqchi bo'lib turishiga Lutfulla yana ularni to'xtatib olib: "Men yana ta'kidlaymanki, oldimizda jang safari bor. Cho'ng sinoq oldimizda", deb qayta chekildi. "At qo'lda sinalar, do'st yo'lda, qush ovda" degan aql hikmatning sinoqlaridan o'tishimiz kerak. 17-bob tugadi.